Suantu. Sen eng zo'ri ekansan. Qirollik soqchilarining po'lat qilichini olib keling. Hop. Men kechgan ko'raman, lekin qilich menga berilishi kerak. Musobaqa tugadi. Bor ket. Jang qil, jang qil. Tavba qilishiga ulgurmay kallasini olaman. Jangni boshlang. Bu yonlanma qotil ekan. Hojamizni himoya qiling. Dushmanlar kelishdi. Qo'zg'olonchilar-ku. Qo'zg'olonchilar, bu qayoqmosu? Chiqinglar tezroq. Jarohating og'ir. Qilich zaharlangan ekan. Uni saroyga olib boringlar. Tezroq davolamasang, o'limdan ayrilaman. O'z qo'lingda ishlatishing mumkin. Qarorgohimizga qaytamiz. Qadimiy Jasiyonning qaroqchilari 4 oy avval Xufa daryosi yoniga joylashdi. Yana Haymos boshchiligidami? Lekin uning so'nggi qutqaruv amaliyotida imperator elchisi o'ldirilibdi. Juda xavfli ish qilishyapti. Bu hammasi sizning omadingiz. Bu hali omadmi falokatni aytishga erta. Vazir janoblari, qochoqlarga yordam bermaganingiz ma'qul. Xan sulolasining harbiylari Suantuga yurish qilmoqchi. Unda Boyeoga joylashgan qochoqlarni nima qilamiz? Ular Boyeo fuqaroligini olgani uchun Xitoy hukumatı qo'nim topgan qochoqlarga tegmaydi. Bizning ham Xitoynikiga o'xshash kuchli qurollangan armiyamiz bor. Bizning qurollarimiz cho'yandan ishlangan bo'lsa, ularning qurollari po'latdan yasalgan. Katta qohinlar sizni bosh ibodatxonaga taklif qilishyapti. Dada, men qaytib keldim. Nega bu safar buncha erta kelding? Qohinlar sizni kutishyapti. Biz bilan birga borasizmi? Yo'q, dam olmoqchiman. So'nggi kunlarda menga g'alati narsalar ayon bo'lyapti. Yaxshi narsami yoki yomonmi? Aniq ayta olmayman. Nimani ko'rganingizni tavsiflab bering. Ikkita oyoq odatda siz hazrati oliylar bilan shahzoda Go'yambani aks ettiradi. Qirolligimizga ziyon keltirmasmikin? Bilmayman. Suantu shahriga ta'minot kelayotgan ekan. Yuklarni kemaga ortishgandan keyin hujum boshlaymiz. Ba'zi vatandoshlarimiz yordamida ularni osongina yengamiz. Shahzoda Gyungo 3 kun ichida 30 ta qilich yetkazib berishga va'da berdi. Xo'jayin, qabila boshliqlari Suantuga majlisda qatnashgani kelishyapti. Ular biz bilan aloqani uzib qo'yishyapti. Kapitan Chu, Labay. Suantuga borib ularga ko'zquloq bo'l. Xo'p. Suantuga ketyapsizmi? Ha, general gubernator qabila boshliqlarini majlisga chaqiryapti. Hazrat oliylari qayodagi general gubernatorning oldiga borishlari yarashmaydi. Hojan, shahzoda to'g'ri aytyaptilar. Mayli, ixtiyoring. Taklifnomangizni ko'rsating. O'tavering.
Yuxva xonim, Habayik qabila boshlig'ining qizi. Tushiringlar. Genwa, Yangjun. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. 10 yildan oshdi. Bu yerda nima qilyapsan? Hozir general gubernatorning huzuriga keldim. Bir ziyofat qilib o'tiramiz. Cho jonivor. U Gayema qirolligining shahzodasimi? Ha. Bolalikda u bilan do'st edik. Bu qilichni imperatining shaxsan o'zi Suantuga general gubernator etib tayinlanganimda bergan. Xaymos uni qo'lga olsa yoki o'ldirsa, Hammasi tayyor. boshlaylar. Xo'p. Boshlanglar. Ushbu qurollangan jangchilar qadimiy Jasyon qirolligini mag'lub qilishda yetakchilik qilishgan. Mana bu yovvoyilar esa qadimiy Jasyon qochoqlari. Agar senlar birorta qurollangan jangchini yenga olsalaring, hammangni ozod qilaman. Qurollarni olinglar. Hammasini o'ldiringlar. Hammasini o'ldiringlar. O'zingizni bosing. Xunrezlikni bas qiling. Bu qanaqa tomosha bo'ldi? Hozir bu bema'nilikni to'xtating. Jim bo'l. Nimani kutyapsizlar? Ushlanglar uni. Ushlanglar uni. Sara jangchilarni sen boshlab keldingmi? Hech hayajonga berilma. Men faqat Haymosuni tutmoqchiman. Seni Bo'yaro shahriga tegmayman. Bu taklifimni qabul qil. Bunaqa yordamning keragi yo'q. Lekin sendan bir iltimosim bor. Habayik qabilasi boshlig'ining qizi Yuxva xonimni ozod qil. Ochinglar. Imperator shaniga yomon gap aytganingiz uchun og'ir jazoga tortilishingiz kerak. Xonimni qo'yib yuboringlar. Xo'p. Eshitishimcha sizni iltimosingiz bilan ozod qilinibman. Rahmat. Qarshi bo'lmasangiz, Habayikgacha soqchilarim bilan kuzatib qo'ysam. Hojati yo'q. O'zimning soqchilarim bor. Xavotirlanmang.